İlim yo'lovchilari uchun tavsiyalar. Abdori İlber Ortaylı. Birinci qism. Muharrirdan ilova. İlber Ortaylı zamanımızda hayat yaşavatqan eng meşhur Türk tarixçilaridan biri bo'lib, o tarixchilik sohasida ko'plab asar yozgan va ilm ahllarining e'tirofiga erishgan akademik olimdir. İlber Ortaylı'nın Rusça, Fransuzca, Germanca, Latinca, İngilizce, Farsça qatarlıq 6-7 chet el tilida bemalol o'qish, so'zlash va yezish iqtidori bir jihatdan uning aqliy qobiliyatining yuqoriligini ifodalasa, yana bir jihatdan ilmga, dunyoni tushunishga bo'lgan yuksak tirishchanligini ifodalab berdi. İlber Ortaylı'nın yuqorqi Yevropa tillarini, ularning tarixi va madaniyatini puxta bilishi, shuning bilan birga o'z millatiga bo'lgan sadoqati va kuyinishi uni Turkiyadagi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan har bir insonning hurmatiga va qoyilligiga erishtirgan sabablardan biridir. İlber Ortaylı Türkiye'deki her qaysi iqimdagi siyosatchilar ayminadigan ijtimoiy fan sohasidagi ilm odamlari so'ziga va asarlarga quloq soladigan shaxs bo'lib, Türk millati İlber Ortaylıdan bakma faxrlanadi. İlber Ortaylı'nın Şarq Türkistan to'g'risida aytganlari Uyg'ur millatining qonigan yarasiga kichikkina bo'lsa-mu shifo berishda, Türk millatining haqni to'nib yetishida muhim rol o'ynaydi. Kesib aytish lozimki, bu xildagi keng doiralik bilim hosil qilgan akademik ziyolilar bir millat uchun qimmatli boyliqdir. İlber Ortaylı'ga o'xshash ilm sohasida nupuz tiklagan olimlarning o'z davlati, dunyo, hayot va kelgusi haqidagi fikr ko'z qarashlari bilan tanishish kishining nazar doirasini kengaytirdi. Asarlarni tarjima qilish millatimizning dunyoni tushunishida ijtimoiy rol o'ynaydi. Biz jahonda nima ishlar bo'lgan va bo'layotidi? Başqa millatning ziyolilari nimalarni o'ylayotidi va nimalarni orzulayotidi? Başqa millatlar o'zining parlaq kelgusini yaratish uchun nimalarni qilgan va qilyotidi deganlardan yuz o'rib, o'z holimiz, shaxsiy xizmatimiz, shaxsiy manfaatimiz va o'z jinimiz bilan bo'lib yashaversak, balyotqu ichidagi homiladak tashqi dunyoni bilmay, tushunmay, natijada mayli kishilik turmushimizga, mayli milliy manfaatimizga munosabatli ishlarda to'g'ri qarorlarni chiqara olmay, dana planlarni o'tirg'a qo'ya olmay, butun millat sifatida urilib so'qilib, tengirqab yashashimiz davomlashaverdi. İlber Ortaylı'nın tövendeki bayonlari ilm ma'rifatga ishtiyoq bog'lagan har bir shaxs uchun belgili qimmatga ega. Millat yo'qolish girdobida tursa, buning fikr tashabbuslarini tarjima qilib qo'yish galvonlikdan boshqa narsa emas deb o'ylaydigan kishilar bizda yo'q emas. Jurnalimizga besilayotgan buning tashabbuslari dal yo'qolish hanglariga esilib qolgan Uyg'ur millatining mavjudiyat to'piliklariga yomishalishidagi yo'l xaritasidir. Mevcutluğunu saqlab qilish hargizmo noqul holda buningga dod aytish, u yer bu yerga yalvurish bilanla qo'lga kelmaydi. Mavjudligini saqlab qolmoqchi bo'lgan har qanday millat yoki har qanday shaxs o'zi yashayotgan zamon makonni eng to'g'ri ravishda tushunishga, o'zi, qavmi, millati va dushmani haqida to'g'ri va cho'nqur bilim tushunchasiga erisha olishi shart. Cümleden Uyg'ur millati siyosiy, ijtimoiy va ilm-fan jihatda kuchayishga muhtoj. Millatning mavjudligini saqlab qolishning asosiy millatda bo'lishi kerak bo'lgan, ammo bo'lmayotgan fikr, tushuncha, maqola, asarlarni bor qilishdan iborat. O'zini, dunyoni va dushmanini yaxshi tunish qurbatiga erishalmagan har qanday shaxs, har qanday millat oqibatda mavjudligini yo'qotishga, mavjudligi bor bo'ldi degandimi, ojiz qul millatlarning o'rniga tushib qolishga mahkumdir.
Keselning dori bilan doktorga ehtiyoji bo'lganidek mavjudligi tahdidga uchirgan Uyg'ur millatining kuchlik millat va kuchlik shaxslarning bilim tajribalariga ehtiyoji bor. Kuchlik shaxslarning, kuchlik millatlarning qanday kuchlik bo'lganligini bilmasang, kuchliklarning nimani mo'yim bilayotganligidan xabar topmasang, mavjudligingni qaysi o'rnakka tayinib saqlab qolasan? Albatta, chet el olimlarining biror parcha maqola asrni tarjima qilib qo'yish bilan millatning hamma mushkuloti hal bo'lib ketmaydi. Ig'ir kasal bir kundala saqaymagandek, ig'ir baloyi ofatga duch kelgan Uyg'ur millatimi bir necha kun yoki bir necha yildala qattini ruslab olmaydi. Ammo biz irqiy qirg'inchilikqa uchirgan tursak, urug' tuqqan qavm qarindoshlarimiz qorong'u zindonlarga mahkum bo'lib, go'zal yurtimiz qog'i quzg'unlarning talon-taroj qilishiga uchirgan tursa, deb qarab o'ltirsak, yoki nuqul holdagi dard aytish, yig'lash, yordam talab qilish bilan bo'lib, hamma umidni sirtdan kutsak, u holda bizning texmi bak ig'ir xirisqa duch kelishimiz shaksiz. Biz bilishga tegishlik bilim tushunchalardan amal bor, baldur xabar tepib, o'zimizni kuchlantirishga butun kuchimiz bilan atlanmasak, hech bir dana fikr, dana tadbirlarni o'tirg'a qo'ya olmaymiz. Shundaqla mayli shaxsiy yuksalish, mayli milliy yuksalish jihatda hech qanday ilgirlash hosil qila olmaymiz. Shu sababli biz boshqa millatlarning kuchliklarining bilim tajribalariga, kuchliklar qanday kuchlik bo'ldi bilishga ehtiyojliqmiz. Zulmdan qutulishni nuqul holdagi siyosiy yordamga bog'lab olsak, siyosiy yordamchilarmi holi xarob, dunyoni bilish va o'zini tunish iqtidori ojiz bir to'plamga mablag' solishni xohlamaydi. Buni amaliy ifodalardan yillardan beri ko'rib turyapmiz. Mablag' soldi degandimi, ojiz millatlarga mablag' solg'uvchilarning har qachon ojiz millatlarning bo'yniga minib olganligini tarixda va kunimizda quyoshdek oydin. Biz boshqalarning bizga mablag' solishidan bakrak, o'zimizga mablag' solishining muhimligini to'nib yetishimiz kerak. O'ziga mablag' solishning eng muhim halqisi ilm ma'rifatga mablag' solish, ya'ni ilm ma'rifatni gullantirishdir. Ilm ma'rifatga mablag' solgan va uni izchil davomlashtirgan har qanday shaxs, har qanday millat, har qanday davlat kuchaymay qolmaydi. Biz yillar o'ltirib yezilgan asarlarga 5 so'mliq shaptulchilikmi ahamiyat bermaslikning, o'z qo'rsqimiz, o'z oilamiz va o'z cho'ntikimiz bilan qilib, buning ustiga har qancha mo'yim ishlag'imi erishalmaslikning zinini asrlardan beri tortib kelyapmiz. Kitob o'qiganga qo'rsoq to'yamdi degan jaholat safsatisi hozirmi millatimizdagi bir qism kishilarning qon qiyniga singib ketgan. Shuarvozlik, yig'inbozlik va quruq gap setish bilan millatni qutuldirg'il bo'lmaydi. Biz bilim ma'rifatdan, kuchliklarning bilim tajriba va tavsiyalaridan qancha qochgan siri baxt saodat bizdan shuncha qochidi. O'zimiz, yer sharimiz, düşmanimiz va dinimizdan qancha bexud yurgan siri. Dunyoni tadqiq qilib, do'st dushmanning ojiz kuchlik nuqtalarini 5 qo'lini bilgandek biladigan millatlarning qo'lidagi pechkaga aylanib qilishdan, hadisli boshqalarning aldam xaltasiga tushishdan, hojatidan chiqib bo'lib cho'rib tashlab etishidan boshqaga yarmaymiz. O'zimizni, dunyoni va dushmanni tanishdagi eng muhim qurol bo'lgan gazet, jurnal, kitob, maqolalarni mansitmaydigan, hatto dushmanlik nazari bilan qaraydigan qarindoshlarimizni shirin uyqudan uyg'onib, o'zini va dunyoni obdan kuzatishga, boshqalarga talmirish orqali qulluqdan qutulib, gullanish yo'liga mang'ili bo'lmaydiganligini, ilm irfan yo'lida ilgirlashning hech bir buyuk ishlarga to'salg'i bo'lmaydiganligini bilib yetishga. Aksicha, ilm irfanlik xalqlarningla baxt ilkida shodamonlarcha kulib yashayotganligiga nazar silib, ibrat elishga chaqirmiz.
Jurnalimizda nashr qilinayotgan bu va boshqa maqola asarlarning maqsadlaridan biri dal kuchliklarning ilm tajribalarini xalqimizga sunish orqali Uyg'ur millatimizning tirilishi uchun xizmat qilishdir. Kitap, jurnallar tarixdimi, kunimizdami ilm ma'rifatning bo'shkidir. Kitap, jurnallari bo'lmasdilla gullanib ketgan birmi millat yo'q. Shunga bizning mavjudligimiz baxt saodatimiz va gullanishimizga oid qandaq fikr, tushuncha, maqola asar bo'lsa, uni tarjima qilish, besish, nashr qilish orqali millat uchun xizmat qilish bizning burchimizdir. Kuchliklar mayli turkdan, mayli yapondan, mayli germandan, hatto Xitoydan chiqsin, biz ularning bilim tajribalariga quloq selishga, to'g'ri ko'rsatmalarni o'zlashtirishga majburmiz. Ilbar O'rtaylining turk muxbiri bilan qilgan suhbati kitob holatida nashr qilingan bo'lib, maqola shu kitobdan tarjim qilindi. Maqoldagi munosabatlik mazmunlarning beshiga kichik temalarni qo'yish orqali o'qirmanlarimizga qulaylik bo'lishi va mazmunining texmi yaxshi yo'ritib berilishi ko'zlandi. Qiyna amsa peshqadam akademik Ilbar O'rtayli ilm yo'lovchilariga qandaq tashabbuslarda bo'ladi, quloq selib baqayli. Hikmatyor Ibrohim. Davomi bor. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 17-sonidan elindi.